Rim imperatori Tiberius'un 15. yılı Xudodan çölde yaşayotgan Zakariyaning o'g'li Yahyoga vahiy keldi. Shu chaqda Yahudiya o'lkasida Ponti Pilatus vali edi. Herod xon Galiliya o'lkasida Herod xonning inisi Filip xon Ituriya va Troxonitis o'lkalarida, Lisaniyas xon Abilini o'lkasida hokimiyat yurgizayotdi. Ondan keyin Qayapa bosh ruhoniylik qilyotdi. Xudodan kelgan vahiy bo'yicha Yahyo payg'ambar Yordan daryosi vodisiga rayonlarni kezib yurib, yomon yo'llaringlardan yenib tavba qilinglar. Tavba qilganliginglarni bildirish uchun cho'mildirishni qabul qilinglar. Shunda qilganda Xudo sizlarni kechirim qiladi deb jakarladi. Bu haqda Yashaya payg'ambar muqaddas yozmalarda mundaq deb yozgan edi. Bayavanda bir kishi dilinglarni Rabbimizning kelishiga tayyor qilinglar. Uning yo'llarini tuz qilinglar. Jilg'lar to'ldirildi. Cho'ng-kichik tog'lar paslitildi. Agri yo'llar tuzlanadi. Egiz pas yo'llar tekshilinadi. Shundaq qilib, bütün inson Xudoning qutqizish yo'lini ko'ralaydigan bo'ladi deb to'g'laydi. Xaloyiq Yahyo payg'ambarning oldiga cho'mildirishni qabul qilish uchun to'p bo'lib kelishdi. Biroq Yahyo payg'ambar ularga: "Ey soxtbaz ilalloh, tavba qilmay, Xudodan keldigan g'azabdan qechib qutulish uchun cho'mildirishni qabul qilayli deganinglar qandoq gap? Agar gunohlarimizga tavba qildik desanglar, uni harakatinglar bilan isbotlanglar. Uning ustiga o'zinglarcha biz İbrahimning avlodi bo'lganligimiz uchun Xudo gunohlarimizni cho'qim kechirdi deb o'ylab yurmanglar. Xudo bo'vimiz İbrahimga mushu toshlardanmi farzandlarni yoritib beralaydi. Palta daraxtning yiltizga yaqinlashgandek Xudoning g'azabi endi sizlarga yetib kelish oldida. Yaxshi meva bermaydigan daraxtlar kesilib o'tqa tashlandi" dedi. Ko'pchilik uningdan "Undaqda biz qanday qilishimiz kerak?" deb so'radi. "Ikki qur kiyimi borlar, bir qurini yo'qlarga bersin. Yeydig'ini borlarmi? Shundoq qilsin" deb javob berdi Yahyo payg'ambar. Xalqni gollaydigan ba'zi boshqirlarmi cho'mildirishni qabul qilg'ili Yahyo payg'ambarning oldiga kelib, "Ustoz, biz qanday qilamiz?" deb so'radi. "Belgilangandan ortiq boj olmanglar" dedi Yahyo payg'ambar ularga. Ba'zi lashkarlarmi uningdan "Biz-chu qanday qilishimiz kerak?" deb so'rashdi. Yahyo payg'ambar ularga "Boshqalarning pulini zo'rliq yoki tuhmatlar bilan elib olmanglar. Ish haqqinglarga rozi bo'linglar" dedi. Xalq qutqizuvchi Masihning kelishini umid bilan kutmoqda edi. Hammaylar Yahyo payg'ambarni ko'rib, ichida qutqizuvchi mushu kishimidu deb o'ylashdi. Shuning uchun Yahyo payg'ambar ularga: "Men sizlarni suvga cho'mildiraman, lekin mendan keyin texmu qudratlik biri keladi. Men hatto uning oyog'ining yiplarini yechishga loyiq emasman. U sizlarni muqaddas ruhga ham o'tqa cho'mildirdi. U qo'lidagi kurak bilan xamondagi sop bug'doyni omborga, sominini o'chmas o't tashlaydigan odamga o'xshash hamma insonni ayirib chiqadi" dedi. Yahyo payg'ambar har xil yo'llar bilan xalqqa nasihat qildi va xush xabar yetkazdi.
Onundan başqa Yahya payg'ambar Hirod xonni o'gay akisining ayoli Hirodiyani tartib olganligi va nurg'ulgan yomon ishlarni qilganligi uchun aybladi. Natijada Hirod xon texmu yomon ishdan birini qildi. Ya'ni Yahya payg'ambarni zindonga tashladi. Yahya payg'ambar zindonga tashlanishdan burun nurg'un odam uningdan cho'mildirishni qabul qilgan edi. Shu chaqda Hazrati Ayso mu cho'mildirishni qabul qildi. U duo qilayotganda osmon yerildi. Muqaddas ruh kaptar holatida osmondan tushib, uning ustiga qo'ndi. Ondan Erishtin Xudoning, sen mening so'yimlik o'g'lim, men sendan xursandman degan ovozi anglandi. Hazrati Ayso Xudo yo'lda xizmat qilishga kirishgan vaqtda 30 yoshlarda edi. Kishilarning nazarida u Yusufning o'g'li edi. Yusuf Elining o'g'li. Eli Mattatning o'g'li. Mattat Lavining o'g'li. Lavi Malkining o'g'li. Malki Yannayning o'g'li. Yannay Yusufning o'g'li. Yusuf Matatiyaning o'g'li. Matatiya Amosning o'g'li. Amos Nahumning o'g'li. Nahum Eslining o'g'li. Esli Nag'ayning o'g'li. Nag'ay Mahatning o'g'li. Mahat Matatiyaning o'g'li. Matatiya Shimining o'g'li. Shimi Yosexning o'g'li. Yosex Yudaning o'g'li. Yuda Yuananning o'g'li. Yuanan Resaning o'g'li. Resa Zerubabilning o'g'li. Zerubabil Shaltiyelning o'g'li. Shaltiyel Narining o'g'li. Nari Malkining o'g'li. Malki Odining o'g'li. Odi Qosamning o'g'li. Qosam Yelmadamning o'g'li. Yelmadam Yerning o'g'li. Yer Yashuning o'g'li. Yashu Eliyazarning o'g'li. Eliyazar Yorimning o'g'li. Yorim Mattatning o'g'li. Mattat Lavining o'g'li. Lavi Shimonning o'g'li. Shimon Yahudaning o'g'li. Yahuda Yusufning o'g'li. Yusuf Yonamning o'g'li. Yonam Elyaqimning o'g'li. Elyaqim Meliahning o'g'li. Meliah Mannanning o'g'li. Manna Matataning o'g'li. Matata Natanning o'g'li. Natan Davudning o'g'li. Davud Yishayning o'g'li. Yishay Obidning o'g'li. Obid Boazning o'g'li. Boaz Salmonning o'g'li. Salmon Nahshonning o'g'li. Nahshon Aminadabning o'g'li. Aminadab Ramning o'g'li. Ram Yesronning o'g'li. Yesron Faresning o'g'li. Fares Yahudaning o'g'li. Yahuda Yaqubning o'g'li. Yaqub İshaqning o'g'li. İshaq İbrahimning o'g'li. İbrahim Terahning o'g'li. Terah Nahorning o'g'li. Nahor Serohning o'g'li. Seroh Rag'uning o'g'li. Rag'u Pelagning o'g'li. Pelag Eberning o'g'li. Eber Shalahning o'g'li. Shalah Kenanning o'g'li. Kenan Arpaqshatning o'g'li. Arpaqshat Samning o'g'li. Sam Nuhning o'g'li. Nuh Lamikning o'g'li. Lamik Metushalahning o'g'li. Metushalah Hanuhning o'g'li. Hanuh Yaretning o'g'li. Yaret Mahalalilning o'g'li. Mahalalil Kenanning o'g'li. Kenan Enoshning o'g'li. Enosh Shitning o'g'li. Shit odam otining o'g'li.
odam oti bo'lsa, Xudoning o'g'li edi.